majburiyatingizni ham biling, haqligingizni ham biling. Nima sababdan yozayotganingizni ayting guvohlarning oldida. Nima sabab? Nimaga asoslanib? Ha? Yo'q, men shunday narsaki, xolisni guvoh farqi shu, sizga aytaman. Guvoh bo'lgan holatda bo'layotgan holat. Xolis shunday narsaki, bo'lib o'tgan holatga aniqlik kiritayotganda xolis bo'lib yuradi, xolos. Tushundira oldimmi? Shuncha bormi? Tushuntiring, nima holat bo'lganini tushuntiring ularga. Iltimos menga buyruq qilib bermang, iltimos sizdan hurmatli piqaro. Xo'p. E'tirozingiz bo'lsa, mendan yuqori turadigan tashkilotga xotirjam murojaat qiling. Tushundingizmi? Men nimaga xolislik qilayotganini bilsin ular. Uka, hech qanday chiqmang uka. Boshqa choraga ham majbur qilib qo'yasiz. Qonun doirasida. Men sizga to'g'ri gaplashyapman. To'g'ri gaplashyapman. Betingizni ham bir ko'rsatib qo'ying so'mkangizga, xo'pmi? Nima bo'pti betim? Ko'rasiz-da, ko'rganingizni. Xo'pmi? Inspektorga, davlat xodimiga qanaqa muomala qilishni ko'rib olasiz. To'g'ri muomala qilyapsiz. Foydadan emasga. Men shaxsan siz shaxsiyatimga tegyapsiz, sensirab menga. Men siz nimadim hali? Onetda nimalarni kechirasiz. Men inson zotini ulardan video ko'rganman. Tushundingizmi? 2 martalab oling. Syomkadan qo'rqmayman, tushundingizmi? Sizga o'xshagan yigitchalar bilan gaplashib shatgacha keldik. Nasib endi men qancha ishlaymiz. Hop. E'tirozlar yo'qmi? Bor e'tiroz. Qana e'tirozingiz bor? E'tirozni sizga qilmayman. Qana e'tirozingiz bor? E'tirozni sizga qilmayman. Bo'lmasa jim eshittiring, gapim bo'lmaydi. Menga buyruq qilmang, hop. Ishimga xalaqit qilmang, iltimos. Yozib bering. Xo'pmi? Iltimos deyapman sizga, hurmatli piqaro. Ishimga mishat qilmang.